Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urganch shahrimizda Dzержинский maktabning yonida 2 qavatli binoni 2-qavatida bir xonali kvartira bilan tanishib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, stansiyasi o'rta stansiyada Однотонный fonda ekan. Berining 11-sali Dzержинский maktab. Bu yo'ldan to'g'ri chiqsangizlar, voyankomat, yana chap tarafga yetsangizlar 5 ko'piri, 5 yo'luna chiqadi. Hurmatli vatandoshlar, bu yon tarafda bog'cha bayna yurtgansin. Judo maktablari ham mera o'ngayli bir ajoyib mesda joylashgan. Mesda polashiyasi ham umuman gap so'z yo'q. Farzandlaringiz 5 minutda maktabga keladi, 5 minutda yetadi. Bog'cham yaqina. Transportlardan, magazinlardan, yeyishlardan muammosi yo'q. Ham dokument ham tayyor. 2-qavatda bir xonali kvartira. Ajoyib mesda joylashgan. Mesda polashiyasi ham zo'r. Narxini esa videoni oxirida aytib o'tamiz, hurmatli vatandoshlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yurtgansin akkuratniy yerda ekan, hurmatli vatandoshlar. Yana tarafında magazinlar ham bor. Hem mera o'ngayli Xanqa yo'lini ham yaqin, 5 ko'pirini ham yaqin. Qani yetdik, birgalikda ko'rib, tanishib o'tamiz. Bismillah, kvartiramiz ham girib keldik, hurmatli vatandoshlar. Girish ishlari yog'och ishlardan ekan. Girgandan beri chap tarafimizda bir xo'shgan mesalari ixchamli qilib, chiroyli qilib yasatib qo'ysanizlar bo'ladi. Ajoyib ixchamli joy ekan. Ayak tileri pol, koridorlar ham, bir xonasi ham pol bo'lgan. Ve zal qismi bo'ladi. Asosiy xonasi razmer 3.10-5.60 razmerda tushgan. Bedenge konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan, karnizlar qisilgan. Bu tarafında balkon qismi, hurmatli vatandoshlar, ochiq balkonni beklab qo'yibdilar. Xonasi ham kichkina emas, o'rtacha kattalikda. 3.10-5.60 razmerda. Divorlar ham Однотонный fonda. Bir de bilasizlar, suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Ammo bor. Tarafimiz sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelimiz ham ozgina bir qarashlik qilib berish kerak. Bu yerlar kafe qilingan, yurtgansin gaz cho'chlar bu yerda o'rnatilgan ekan, aristollari bor. Suv ham gap turibdi, so'q suv. Bu yerda cho'chki qo'yilgan, suv, nasoz ham o'rnatganlar. Napori yaxshi bo'lish uchun. Hurmatli vatandoshlar, bu yerimiz oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz ham 2.5 razmerda tushgan. Diyorlar Однотонный fon, xafyor, bu taraflarimiz esa kraskadan chiqqan. Bu yerda moykalar ham bor. Kuxnyamizda aynalari oq faramlardan o'rnatganlar. Ajoyib mesada Dzержинский maktabning yonida 2 qavatli binoni 2-qavatida bir xonali kvartira. Yan tarafında yana Nergiz kafe, Sharq bozor, voyankomat, hem mera o'ngayli ajoyib mesada. Bir yandan Nergiz kafe tarafdan 5 marshrut turibdi. Voyankomat tarafga chiqsanizlar, hurmatli vatandoshlar, 4-9 marshutlari yurib turibdi. Marshrutlardan, bozorcha, magazinlardan, suv, svet, gazından ham muammosi yo'q. Hem mera o'ngayli ajoyib mesada 2-qavatda bir xonali kvartira bilan tanishib o'tdik. Narxini to'xtalib o'tsak, narxi 200 million so'm aytilib turibdi. Ustida qaytariladigan yeri bor, dokumentlaridan muammo yo'q. Dokument ham tayyor, hurmatli vatandoshlar. Ham plus tarafi kvartiramizni oyoq tiyib pol bo'lgan. Shu yerdan ham e'tibor olasizlar. Kimada shuning bir xonali kerak bo'lib yurgan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Gelib xalasanızlar mülkiyesini chaqiramiz, o'zlari bilan gaplashib, savdolashib olishingiz mumkin. Главный narxi zo'r 200 million so'm, hurmatli vatandoshlar. Mesda polashiyasi ham ajoyib mestada joylashgan. Agar kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, biz kanalimiz rivojlanishiga yordam berib, sizlar qo'ldan kelgancha arzon narxdagi ajoyib xonadonlarni taqdim qilib boramiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib borasizlar. Nechik joyga kerak bo'lsa aytsangizlar, shunday joylarni e'tiborlaringizga havola qilib boramiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, hurmatli vatandoshlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.